Xo'p, sizlarga yana bitta uddar yangilik. Tishni chistga qilgan tozalashtirishga sug'urta qonqabog'im o'tadimi degan savol juda ko'pchilik beradi va tish doktoriga borib tozalatish uchun nima deyman qarshisi degan savolni ko'p beradi. Qaranglar, tishni chistga qilib tozalashga qonqabog'im o'tadi va uni sharti 1 yilda 1 marta foydalansangiz bo'ladi. O'shaning uchun yil tugayapti. Bu yilgi imkoniyatingiz agar qilmagan bo'lsangiz, bilmagan bo'lsangiz, bundan foydalanib oling, chunki уже ozgina vaqtdan keyin keyingi yilga o'tib ketadi. Bu hozir qilib olsangiz, keyingi yil yana bir marta qildirib olish imkoniyati bo'ladi. Hop, buni qanaqa bo'ladi? Любой xohlagan tish doktoriga borasizda, scaling deysiz, men uni yozib ham qo'yaman. Scaling Haravassa desangiz yoki Haryogo ham desangiz ham shunday qisqasi desangiz, o'zi tushunadi. Scaling desangiz tushunadi-da. Shuning uchun 1 yilda 1 marta imkoniyatingiz bor. Hozir borsangiz bo'g'im bilan olsangiz bo'ladi. 20 ming atrofida chiqadi. Polniy 20 minggacha nimalar kiradi? O'zining katta apparati bor. Shunday apparatda tishingizni polniy atrofini skaner qilib anaqaga ko'rib beradi. Ko'rganda ham tishingizni qator tekshirib beradi. Holati qanaqa, boshqa holatlarni ham bir ko'rib qo'yadi shu bilan birga. Undan keyin vrach kelib, holatini ko'rib, keyin chistga qilishadi. Xo'p. Chistga qilgandan keyin yakuklarda 10 ming wonga bitta zunli pasta beradi-da. Haligi Daiso beretlardagi 1000 won, 2000 won nima deydi? Tish pasta emas. Yakukda bir donasi 10 ming wonli zunli pastalar bor. O'shalarni olsangiz tishingiz oppoq yiltirayveradi. Xo'p, o'shaning uchun bu yil imkoniyatdan foydalanib olinglar. Yil oz qoldi. Bilmaganlar bilib olsin. Men Koreyada qiziqardim, lekin hech bormaganman. Mana kelganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa, bu narsaga hech qiziqib oxirigacha yetmaganman. Endi hozir mana oxiriga yetib, haqiqatdan tish doktoriga bordim. O'tadimi desam, o'tadi. 1 yilda imkoniyating bor deb turibdi, hali foydalanmabsan dedi. Shundan foydalandim. Oldinlari shuncha payt borligida foydalanmaganimga deydi-yu, foydalanish kerak. Tishni chistga qilsa tish maza qilib qolar ekan. O'shaning uchun yaxshi yangilik. Bilmaganlarga yetkazib. Undan keyin yana bitta narsa, ko'pchilik ishlaydi, ko'p больницаlar 6 gacha ishlaydi. O'shaning uchun vaqtingiz bo'lmasa, Kakaomepiga kirib, Chigva deb turib, pastroq bunday nima deydi?